hadeb pista yog' ishlatavermasdan tabiiy bo'lgan dumba yog'iga o'tish vaqti kelmadimi? Hozir man sizlarga dumba yog' ishlatishinglar uchun 3 ta eng katta sababni keltiraman. Undan keyin sizlar pista yog'ini juda ham kam ishlatishni boshlaysizlar. Birinchisi, enures bolalarda kechqurun siyib qo'yish holati va odati. Buni dumbani eritib turib, ikkita qo'g'i turishinglar oqibatida sizlar bu kasallikdan forig' bo'lasizlar, qutulasizlar. Ikkinchisi, bolalar shamollaganda har xil dori beravermaylar-da, dumba yog'ini eritib turib, tomog'iga, biroq yo'llariga surib qo'ysanglar, kechqurun yog'lanib, ertalabgacha yaxshi bo'lib qoladi, yaxshi bo'lishiga yordam beradi. Uchinchisi, tabiiy yog' manbai sizlarda immunitetlarni ming qilib beradi, immunitetlarni ko'tarib beradi. Bolalarga hadeb pista yog' beravermaylar. Pista yog' masalan aytganimdek, juda ham katta zararga ega. Bizani ota-onalarimiz har doim pista yog'iga dumba yog'ini aralashtirib, omoqda qilib qo'yishgan. O'shandan har bitta ovqatimizga ishlatishgan. Bu organizmda eng zo'r joyi nima bilasan? Xolesterin birlashishga hosil qilmaydi. Ya'ni qon tomirlarimizda xolesterin chaqirmaydi, organizm 100% erib ketadi. Menga obuna bo'lishni unutmanglar. Buni dumba yog'i yeyishni yomon ko'radigan tanishingizga tez tashlab qo'ying. Sog'liq birinchi o'rinda, salomat bo'lasizlar.